Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga o'sha reklama roligini tayyorlashni yo'lini o'rgataman. O'zimiz xohlagan rasmda, xohlagan brend mahsulotni qanday qilib reklama roliga yaratish mumkin shundan foydalanib. Demak, birinchi qilgan ishimiz o'sha Telegram kanalimizga, Super Bolajon Telegram kanaliga kecha tashlangan promptni mana nusxalab olamiz. Nusxalab olganimizdan keyin o'zimizga keladigan rasmni izlaymiz. Google'ga rasm, masalan men chortoq. Mana bu rasmni olyapman. Shu rasmni kompyuterimizga saqlab olamiz. Saqlanib kak qilib saqlab olyapman. Alohida papkaga saqlangan ekan oldin. Demak, o'sha rasmni saqlab olganimdan keyin qanday qilib reklama roliga yaratishni ko'rib chiqamiz. Keyin qiladigan ishimiz ChatGPTga kiramiz. Bu yerda yangi oyna ochib, bu yerga o'sha chortoq rasmimizni, boyagi mahsulotimizni rasmni kiritamiz. Plyusni bosib, zagus qilib olamiz rasmni. Mana ustiga bosaman rasmni. Yuklab oldim. Endi prompt berishimiz kerak. Mana shu yerga boyagi Telegram kanalimizda olingan kodni yoki mana bu promptni, buyruqni nusxalab olgandik. O'shani shu yerga tashlayman. Stavit qilamanda bo'ldi. Endi men buni yubormayman-da hozir. Generatsiya qilishga yubormayman. Men shuni tagidan yozaman. Shu promptdan ilhomlanib, mana. Demak, shu promptdan ilhomlanib menga rasmdagi mahsulot uchun yangi prompt yozib ber. Yoniga masalan prompt emas, kuchli prompt desak ham yanada yaxshi chiqadi. Kuchli prompt yozib ber deymizda va enter tugmasini bosamiz. Yoki yuborish tugmasini bosamiz. Ketdi. Bizga hozir analiz qildi va promptimizga mos rasmimizga mos yangi prompt yozib beryapti mana. E'tibor bering, tugagani yo'q. Xo'p, mana tugadi. Endi buni nusxalab olamiz. Qayerdan boshlaymiz? Mana yerda premium chortoq mineral water machetdan boshlab pastga qarab belgilab oldimda, shuni endi kopировать qilib olaman. Keyin Google Flow'ga kiramiz. Google Flow'ga kirishgacha ko'rsatgandim. Shu yerga mana bu plus tugmasini emas, tepadagi mana yerdagi plus tugmasini bosamiz. Bosib media yuklashga kiramiz va boyagi yuklab olingan chortoq rasmimizni yuklab olamiz. Открыть qildim. Flow o'zini nosiga yuklab olyapti rasmni, ko'rish kerak rasmni avval o'zi. Tayyor bo'lgandan keyin shu rasmni sichqonchani o'ng tugmasini bosib, promptga qo'shish tugmasini bosaman. Pastga qo'shildi. E'tibor bering, mana pastga qo'shildi. Endi nima yaratilishi kerak deyapti. O'sha yerga boyagi mana bu yerdagi nusxalangan promptimizni shu yerga joylaymiz. Stavit qilamiz. Joylashdi. Endi mana yerda video qismiga qaranglar. Bu yerda video 8 sekundlik turibdi. Xohlasak shuni 10 sekundlik qilishimiz mumkin. Video bo'limiga o'tganmiz. 9 ga 16 o'lchamda, ya'ni telefon formatida chiqadi videomiz reklamasi. Xohlasak 16 ga 9 ko'rinishda qilishimiz mumkin. Bitta video, ikkita video, uchta video, to'rtta video yaratishingiz mumkin. Hozir biz Omni Flash'dan foydalanyapmiz. Demak, yuboraman. Demak, tayyor videomiz tayyor bo'ldi. Ustiga bosamiz. Demak, tayyor darsda videomiz tayyor bo'ldi. Shuni ko'ramiz. Qaranglar.
ajoyib video reklama bo'lyapti bu yerda hozir. Chortoq ichimligi reklamasi.